nurg'un davlatlar shu Huawei'ninki mesela Türkiye'de nurg'un shu modemlar internet ishlatayotganmi shu sohadagi hamda uylarimizgacha u narsa kirib ketdi hamda siz tilga olgangiz uchun miyada bundaq bir vaziyatda masalan bir ishlatuvchilar normal kishilar jamiyatlar derneklar masalan nimalarga diqqat qilish kerak masalan shu hozir ishlatayotgan ko'pincha Turkiyadagi masalan modemlarning hammasi shu Huawei'ninki ben şu markalarını gördümçe ya ki Xitayning boshqa bir Zhongsheng şirketiniki degandek şu umumlashqildi demdi. Bu demak yana hamma ishingizni qaysi torbatga kirib nima ish qilyapsiz hamma narsani bilib turdi degan gapda buning ma'nosi hamda. Endi undaq bo'lishimi natayin bu endi bir modemdan o'tib turgan sonliq ma'lumotninki kundalik agar nemisini statistikasi qarasa bir qancha gigabayt darajada sonliq ma'lumotlar modemlardan o'tib turdi. Endi uning hammani suzib, hammani kontrol qilib, uni analiz qilish uchun albatta uning adam kuchi yetishmaydi. Endi hozir sun'iy aqlga o'xshash qurollarning nimasi bilan masalan ma'lum sezgur bo'lgan atalg'ularni filtrlaydigan bir texnikani masalan uningga o'rlashtirib qo'ygan bo'lsa, uning keyindan mushundaq uchurlar eqib o'tgan vaqtida hamma u muhim bir diqqat qilishga tegishli nima ekan, o'rin ekan, undan buning sonliq ma'lumotini to'plasak bo'lar deb balkim analiz qilib ma'lum bir narsani chiqarishi mumkin. Endi undan keyin u sonliq ma'lumot bilan qandaq bir ziyon keltirishi mumkin degan vaqtda uni bir aniq bir digil bo'ladigan, mo'ljalligili bo'ladigan bir narsa emas. Ammo uni qilmaydimi degili bo'lmaydi. Masalan biz modemni desak, modemning bir nusxasi bo'ldi. Masalan, firmware deymiz. Masalan, hozir mana nusxasi 2'de 1 ketdiq, 2'de 2'ga uni yuksaltirishim kerak deganga o'xshash bir gaplarni biz davomli deb turibmiz. Buning nusxasini yangilash kerak degan. U nima degan vaqtida bir yumshoq detal. Yumshoq detalning ichida uning nurg'un iqtidori bor masalan. Ham shu iqtidorning ichiga bir kutubxona hujjatidan birini yushiriblar. O kütüphane hüccetininki neymiş ekanligini biz normal odamlar bilolmaymiz. Kütüphane hücceti balkim ashuna uchurni suzib ma'lum bir yerga yo'llaydigan hamda bu yerda modemning gapi bo'larkan keyin modem degan bir internet quroli. Internet quroli bo'lganki internet quroli degan hamma yerga yo'llaydi uchurni. Ashta bir iqtidorni endi qo'shib qo'ygan bo'lsa mumkin. Bu satchilik Yevropada bo'lgan Germaniyada Bundestrojaner deydigan bir gap bor. Bu Bundestrojaner degan gap nima desa federal hukumatning Troya eti degan gap. Masalan bu asosli shu 11-sentabr voqeasidan keyin o'tirib chiqqan narsa. Ma'lum bir davlat masalan Germaniyada ma'lum oshqun ideyadagi odamlar bu hukumatninki shpiyonlik organlariniki kuzatish ostidagi insonlar. Bu insonlarni qanday kontrol qilib degan vaqtida u vaqtlarda endi bu 11-sentabr voqeasi yuz bergan vaqtlarda asosan qo'l telefonlar bu qadar taraqqiy qilgan, iPadlar o'tirib chiqmagan zamonlar bo'lganligi uchun asosli aloqa e-mail bilan bo'lgan, undan keyin kompyuterlar bilan bo'lgandan keyin kompyuterning ichiga telekom shirkatlari internet mulozimatini ta'minlaydigan telekom shirkatlari albatta moslashish kerak bunga. Telekom shirkatlari shularning modemlar orqali kompyuterning ichiga Troya munosabatlik federal Troya nimasi deganga o'xshash shpiyonlik narsasini o'rinlashtirib ularning kompyuterlarini uchur ekanligiga ishlab. Keyin u satchilik o'tirg'i chiqdi, bu xalar kona xabar bu. Demakchi o'g'lim endi ehtimolligi yo'qmi desa, bor. Masalan, sizningki modemingiz Huawei'ning modemsi bo'lgan bo'lsa, masalan, ma'rif tashkiloti deymiz yoki bo'lmasa Turkiyada muhim ish qilayotgan bir tashkilotlarningki nimasiga balkim bilgili olmaydi. Endi telekom shirkatlariga endi u Turk Telekomdan ta'minlangan nima modem bo'lgan bo'lsa, bu yerda albatta Turk Telekom shirkati bilan hamkorlashish kerak. Hamkorlashgandan keyin bular sizlarning modemning ichiga masalan bir narsalarni o'rnatib o'tgan bo'lsa, demak uchurlar u yoqdan bu yoqqa yiqib turdi, mumkinchilik yo'q emas, bor deyishga bo'ladi. Ammo bu yerda bir qancha bu zanjirning ichidagi bir qancha narsani o'tish kerak bunga. Abay deganga o'xshash Turk Telekom masalan buning bilan moslashib texnikalari maxsus sizlarning IP adresinglarga munosabatlik, sizlarningki nimalar bilan munosabatlik
asfaltning ichiga, firmwarening ichiga, masalan, yumshoq detalning ichiga modem demayotgan. Balkim bir narsalarni kirgizsa, andan keyin bo'lishi mumkin. Ammo ehtimolligi balkim u darajada yuqori bo'lishi mumkin. Endi shaxsiy uyda ishlatayotganim degan vaqtida unda bo'lsa agar meningki ishlatayotganim muhobiyniki, meningki burchurimda o'g'irlamdi deganda mening so'raydigan savolim qanchalik muhim adam degan savolni so'rayman. Muhim odammi o'tirayotgan o'rningiz? Agar muhim odam bo'lsa, demak qo'llanmang uni. Hatto telefonni ishlatgan vaqtida shaxsiy ishlatadigan telefon bilan boshqa ishlatadigan telefonni ayring. Kompyuterlaringizni imkon qadar agar zarur bo'lmasa to'g'ri tutmasin degandek narsalarni berman. Men odatdagi bir odam bo'lgan bo'lsa, demak o'zining kendini beqib ketayotgan odam bo'lsa, demak u bakkaliqi boshqa turib ketadigan tema emas. To'g'ri, endi murojaatni aytgan vaqtida azoq bo'ladi. Masalan, Netgear deymiz, masalan, Amerikaningki shirkatlarininki TP-Link deymiz, masalan, TP-Link Xitoyning emas, xatolashmasam. Shunga o'xshash boshqa narsalar bor. Chuqur qolay bo'lishini atayin. Endi qarab baxsam, Turkiyada haqiqatan Xitoy ishlab chiqargan mahsulotlarni ishlatadigan odamlar haqiqatan ko'pga Redmi, Xiaomi, Oppo degandek telefonlarni haqlarni ishlatib yurganini ko'rdim. Ba'zi vaqtida deyman yaqinroq odamlarim bo'lsa, Samsungning ba'zi telefonlari bor, agar bulg'a chiqish olsanglar, bir boshqa markalar telefonni ishlatib qo'yman. Ammo endi degandek, endi normal bir jon beqib ketayotgan odam bo'lsa, endi bakmo'lik qo'rqib ketmagani yaxshi, ammo Xitoyningki qo'l telefonlari, Xiaomi'ga o'xshash telefonlar, endi ular to'g'ri, haqiqatan ular endi ishbirlik qiladiganligi menimcha bir sir bo'lmasi kerak. To'g'ri.